Assalamu alaykum, dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan aziz vatandoshlar. Uyg'ur harakati tashkilotining bilim kuch qarorlik to'g'ri suhbatining 11 qatimli suhbatiga xush keldinglar. Men Mukarram Qurbon, avval hammanglarga chin yurakdan salom yo'llayman. Bugungi suhbatimizda Kanadada yashayotgan Uyg'ur ziyolisi, yozuvchi, Sahar va Kasini tahalluslari bilan nurg'un asarlarni yozgan hurmatli Gulshan Abduqodir xonim biz bilan birga. Hürmetli Gülşen Abdülkadir Hanım, bugünkü programımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Köp rahmet. Bugünkü programmaga meni qabul qilganingiz uchun alayda rahmatni bildiraman. Sizga köp rahmet vaqt chiqarib kelganingizga. Siz o'zingizni ko'rarmanlarimiz qisqacha bir tunishtirgan bo'lsangiz, chunki biz sizni Cassini ham Sahar degan ism bilan tanib kelyapmiz. Bu ismning siz uchun alayda bir ma'nosi bormi? Köp rahmet. Meniki o'zimni bir tunishtirgudek alayda bir tarjima halim yo'q. İsmim şu hemen tanış Gülşen. Ben Gülşehir'de tug'ilgan. 2003 yılda itibaren Türkiye'ye çıkıp Türkiye'den çıkış yaptığımdan keyin 2005 yılı Kanada'ya kelgan. Hazır Kanada'da yaşayapman. 2016 yıldan itibaren ceza lagerlarining qurilishi vatan bilan bo'lgan aloqaning taqilib qilishi bilan men qalamni qo'limga jiddiy bir ravishda oldim. Shundan itibaren Sahar ve Cassini taxalluslarida asarlarni yozib kelyapman. Cassini taxallusida yozgan asarlarim asosan siyosiy muloyiz xarakterli maqolalarni o'z ichiga oldi. Sahar taxallusida yozgan maqolalarim odatdagi mundaq normalni o'zimning his tuyg'ularimga aralashgan normal maqollarni o'z ichiga oldi. Ondan boshqa yani o'zimning ismim bilan Gulshan Abduqodir degan taxallus ism bilan yozayotgan adabiy asarlarim bor. Masalan, Tim Horton ishiga ayol deganga o'xshash bir turkum asarlarim bor. Ularni o'zimning ismim bilan yozib kelyapman. Endi nima uchun taxallusingiz Cassini desiniz? 1997 yılı yani Gulcu'da 5. fevral Gulcu 40. yılga bo'lgan vaqtida NASA Marsga bir Cassini markalı Cassini ismidagi bir olam gemisini qo'yib bergan. Cassini Marsga borgandan keyin Marsning aylanish jarayonida Marsning insonlar bilmagan butun halqalarni köl, gaz denizlerini, bütün nimalarni rasmga tortib, eng oxirida keyin o'zining yiqilg'usiga o'zini Marsga urib, insoniyatga nurg'unlagan qimmatli informationlarni, uchur aloqalarni Marsga oid boyliqlarni yo'llab bergandan keyin o'zini Marsga urib pachaqlanib ketgan. Men buni xuddi 5 fevral Gulcu inqilobidagi qaysar qahramon partizalarımızga o'xshatdim. Şuna olan ben bu isimni bizim taxallus işletişini muvaffak gördüm. Vatandan ayrılıp muhaciretteki hayatını başlayan şu uzun yıllar jarayonida özünüzün vatan millet davasıda mı, yazıqçılıkta, barlıq hayatlarınızdan azraq bir bizge bir sözlep bergen bolsanız. Buldu köp rahmet. Men şu hayatımga meninki pek ta'sir qilgan narsa Gulcu 5. fevral Gulcu 40. yılı. Şu 5. fevral Gulcu 40. yıldan keyin men vatandan chiqib ketgan. 2003 yılı Türkiye'ye geldim. Mening asosiy yazıqchilik hayotim vatanda boshlangan. Vatanda shu İldariyat jurnalida e'lon qilingan adabiy axborotlarim bilan boshlangan. Quloq jurnallarida e'lon qilingan adabiy axborotlarim bilan boshlangan. Shu vatanda qalam tavratgandan tortib hozirgi 2003 yildan tortib ish qilib mayli muxbirlik sohasi bo'lsin, mayli maqola va adabiy asarlarni yozish jihatlari bo'lsin, izchil qalam tavratib kelyapman. Ondan keyin shu qalamninki haqiqiy kurashlarni ichidagi eng o'tkir bir kurashning, kaskin bir kurashning qalam ekanligini haqiqiy his qilgan vaqtdan 2016 yılıymış ceza lagerler kurulup, onun vatan bilan bo'lgan aloqamizniki uzilib
qilishidan keyin bo'ldi. Onundan keyin burungi qalamlarim, tavlatgan qalamlarim, masalan, vatandagi qalamlar bo'lsin, hammasi endi shu yozuvchilik hayotimning bir parchasi bo'lsin. 2016-yildan keyin, mana shu 4 yil jarayonida men qalamning tavrishining xuddi Xitoy uchun ziminlarning tavrab ketishidek muhim bir narsa ekanligini, bir millatning ideya, fikr, ko'z qarashlarining qanday bo'lishi, shu millatning harakatlariga ta'sir ko'rsatganligi, buning uchun qalam orqali xalqimizni yetaklashning zarurligini tunib yetdim. Bu 4 yil jarayonida shu mening davomli yelkamda yuk bo'lib, yuragimda va ruhiyatimda yuk bo'lib ko'tarib yurayotgan 5 fevral G'ulji qirg'inchiligini bir rivoyat xarakteridagi ig'izdan ig'izga ko'chib yuradigan bir narsa emas. Rasmiy ravishda yozma shaklda saqlab qo'yish, qoldirib qo'yish kerak degan bir orzuyim bilan yig'ib yurgan nimalar uchur va o'zimning to'plagan materiallarimni shu 2020-yil 2 oyning 5 kuni G'ulji 5 fevral qirg'inchiliginiki 23 yillik bo'lgan kunda yazib tamamladım birinchi kitobimni. Ondan keyin bu kitobim e'lon qilingandan keyin men yana bu kitobimning slogani 5 fevral G'ulji inqilobi haqida bilmaydiganlarimiz, bildiganlarimizdan ko'p. Buni qazsaqmı, yazsaqmı tugmaydigan bir buloq, bu qaz tugmaydigan. Albatta men buni yaxshi yozdim deb dalanmayman, chunki bu vatan mustaqil bo'lgandan keyin xalqimiz yozadi, har bir oilaning o'zi xos hikoyaları, necha romanları var. Şunun bilan bu birinchi kitobim chiqqandan keyin men yana Uyghur Project Fond, erkinchilik akimiz qurgan Uyghur Project Fond va Turkiyadagi İlim Eşref Baxbi'ninki boshqa jur'at qatorliq kishilarga bu kitobni yanama cho'nqur qezib, bir qizish, to'plash guruhi qurib, bir teamwork bo'lib yozib chiqish taklifini berdim. Bu qarindoshlarimiz qizg'in qarshi oldi. Erkinchilik akimiz Uyghur Project Fondi nomidan kitobning nashr qilinishi va inglizcha tarjima qilinishiga pul ajratdi. İlim Eşref Baxbi İstanbuldagi to'plash, qizish, ratlash uchun bir guruh qurdi. Bütün 5 fevral G'ulji inqilobi chet elga qochib chiqqan g'ozilarimiz shu voqeaning ishchilarida, bütün ishchilarda turgan kişilerimizden teşkillengen 10 neçe kişilik bir grup kurduk. Onunki akıl görünüşleri, Xitay'ınki siyasetleri ve başka münasebetli uçurlar ve şu qarindoshlarimiz bergan uçurlar asasda 5 fevral G'ulji inqilobining 2 kitobi hozir 90% bitib, betlaylash, muqovasini ishlash, korrektorlik qilish, tahrirlik qilish bosqichlaridan o'tib, asosan nashrga tayyor bo'ldi. Bu munosabat bilan men bilan hamkorlashgan, men kuch-quvvat bergan, men jasorat bergan barliq do'stlarimga, barliq sabdoshlarimga, qalam egalariga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Ondan boshqa men shu 2016-yildan boshlab Kassini ve Sahar taxallusida asar yazışga başlagandan buyon yozilgan maqolalarimni 2 maqola to'plami qilib hozir nashrga tayyorladim. Men pandemik koronavirus sababidan hamma sohalar taqilib qolgani uchun shu nashriyot nimalarni saqlayapman. Shu ahvollar, vaziyatlar bir xil yaxshilanadi. Shunga hozir yana Timtas emas İstanbul nomli bir maqola to'plami. Ondan keyin Don Quixote ve Sancho Panza Uygurlar degan yana bir maqola to'plami hozir nashr qilinish oldida. Bu 6 yil, 4 yil meningki ham shu yozuvchilik hayotimda mulosolliq bir yilim deb qarayman. Ondan boshqa adabiy asarlarim to'plamim Tim Horton ishlagan ayol asosan shu chet ellarda yashayotgan ayollarning ishki dunyosi, chet eldagi o'rganish, ingliz tilini o'rganish o'tganlari, xizmat tepish, xizmatga kirgandan keyingi hayotlari, yangi dunyo bilan tanishish, yana shundoq turibmi, yana vatan davosini qo'ldan bermay qilayotgan Uyg'ur ayollarining bir qaysarona ruhiy ifodalangan bir povest yozgandim uni.
Endi men o qarorlarimni o'zgartib bo'lgancha uni qisqa bir oila filmidek qilib mundaq o'zgartish niyatlarim bor. Xudoyim bilsa, Alloh kuch quvvat bersa, umr bersa, energiya bersa, Xudoyim bilsa, buni ashundaq o'zgartirishga tirishaman. Shu munosabat bilan men bu yerda Uyg'ur ayollariga shundayman. Hammamizning hikoyasi qimmatli. Hammamizning o'zimizning chet eldagi hayot hikoyalarimiz intayin qimmatli. Vatandagi hikoyalarimiz qimmatli. Biz so'zlaydigan ayol yoki quruq munozaralarni qilgan ayol, siyosiy jihatdagi quruq munozaralarga, diniy jihatdagi arzimaydigan diniy talash tortishlarga kirib qolgan ayol bo'lmay, o'zimizning kechmishlarini yozaylik. Yezib shundoq muhr qilib bitaylikki, bu tarixda bizning nimalarni qilganligimizni, qanday kechmishlarni baştan kechirganligimizni kelajak avlodlarimiz bilsin, ular nurg'un tillarga tarjima qilib dunyolarga sunsin deb o'ylayman. Hamdi shu yeziqchilik hayotim mishay Muş muhaciratdagi hayot tajribalaringizdan yeziqchilik iqtidori bor bo'lgan ayollarımızın o'rnidan dast turib yeziqchilik qilishi yoki ahamiyatli bir ishlarni qilishi kerak deb o'ylamsizlarmi? Bu to'g'ri o'ylaganlaringiz bo'lsa, biz bilan o'rtoqlashgan bo'lsangiz. Ayollar Uyg'ur davosidagi bir jangovar bir kuch. Ayollarsiz bu Uyg'ur davosini endi tasavvur qilishga mumkin emas. Undaqda bundaq ayollar qanday yetildi degan vaqtida o'zimniki yeziqchilik jarayonida esqagan ba'zi nuqtalarim bor, xatirlab qo'ygan. Birinchidan bir ayol eng avval o'ziga ishongan ayol bo'lishi kerak. Eng avval o'ziga cheksiz ishongan ayol bo'lishi kerak. O'ziga cheksiz ishongan vaqtida diniga cheksiz ishongan ayol bo'la oladi. Endi o'ziga va diniga ishongan ayol qanday quruq mundaq ovorchilik qiladigan arzimas munozaralarning ichiga kirmaydi. Masalan, Yangi yil, Navruz, naqshi musiqa, har xil ranglar bilan habilishib qolmaydi. Voy Navruzga borsak, bo'lamdi, bo'lmamdi, halalmi, harammi, Yangi yilga borsak, bo'lamdi, halalmi, harammi, naqshi musiqa, uningki ranglar bilan mundaq habilishib qolmaydi. Benimki bir maqolam bor, Don Quixote va Sancho Panza Uyg'urlar deydigan. Shu Cervantesning Don Quixote nomli kitobini o'qigandan keyin olgan ta'sirotlarim nemisida yozgan. Don Quixote ashundaq bir obrazda to'xtamay shamol chiqaradigan choq bilaklar bilan, qo'y podilari bilan, baylarning yer ostidagi haraq sharab tunlarini dushman deb bilib shularni pachoqlab, tashlab, urushib, shundaq ketadigan-da. Endi men yuqoridagi ahvollarni shu Don Quixote'lik deb qarayman bir xil. Masalan, o'ziga ishongan ayol, diniga cheksiz ishongan ayol, masalan, bir xristian qo'shnimni yo'qlab qo'ysam, qanday ular yomon bo'larmi, yo undaq bo'larmi, mundaq bo'larmi? Xristianlarning bir bayramlariga berib qo'ysam, bir mening dinimdan chiqib qolammi, do'zaxga kirib qolammi degan bunday xiyollarni o'ylamaydi. Chunki u dinining shunchalik qimmatli bir din ekanligini, shunchalik kuchli bir din ekanligini, insoniyatning dini ekanligini, uningki asos jon to'rigining go'zal axloq, insonlik, insonlarni xo'shal qilish va haq adolat ekanligini chin yuragidan bilgan ayol bo'ldi. Chunki bunday ayollar unda quruq munozaralarning qurboni bo'lib ketmaydi. Undan keyin Allohning ziminda bergan, Qur'onning ichida bergan oyatlaridan boshqa ziminda bergan, bizga bergan tabiat oyatlaridan intayin o'ziga kuch-quvvat olgan ayol bo'ldi. Masalan, ranglar. Alloh yomg'irdan keyin bizga Hasan Husanlarni chiqarish orqali butun ranglarni o'zining suydiganligini iborat bir bishoratni berdi. Tog' daryolar, dengizlar, yer, osmon, ziminlarni hamsi qaraydigan bo'lsak, nurg'un ranglar bilan Alloh bizga xo'shalliklarni berdi. Ozodliklarni berdi. Stresslarimizni, ruhiy ilqi bo'lgan xafalıqlarimizning hammasini tabiatga berib, mush go'zal ranglarga qarash orqali biz xo'shallik topamiz. Ma'lum bir rangning ichiga kirib olib, mush rangning ichiga kirsam men Allohga yaqin bo'laman deyish, bu insonlar o'zi yaratib olgan, chiqarib olgan narsalar. Bu din emas. Bu keskin qilib aytish kerakki,
bu din emas. Bundaq narsalar bilan hapilashgan ayollar shu davrdagi xurofotlikni, quloqlikni, jaholatni din deb tashviqlayotganlarning ahmiqiniga yo'q surpagan ayollar bo'ldi. Masalan, bundaq o'ziga ishongan ayol qanday paydo bo'ldi desangiz, o'ziga ishongan ayol kitob o'qish orqali o'zining his tuyg'ularini, energiyasini ushaq cheknimlar bilan yog'liqni andaq chigitdi, mandaq chiqibdi, No'ruzga beribdi, Yangi yilga mandaq nimalar bilan emas. Butun diqqatini dushmanga qaratgan ayol bo'ldi. Hozir concentration camp vatanning ahvoli intayin xatarlik. Gollandiyadagi qalbi nurlagan xonimninki bergan guvohliklarni anglab ko'zlarimdan yosh chiqib ketdi. Bundaq ahvol ostida o'ziga ishongan, diniga ishongan, kitob o'qigan, o'zini taraqqiy qildirgan bir ayol butun diqqatini shu dushmanga, vatandagi ahvollarga markazlashtirgan bo'ldi deb qarayman. Undan keyin Uyg'ur ayollaridan masalan, siz bir savol so'rashingiz mumkin. Kelajak Sharqiy Turkiston, mustaqil Sharqiy Turkiston biz qanday bir ayollarning qaytishini, chet eldagi ayollarning qanday bir ayol bo'lib qaytishini umid qildik degan bir savolni so'rashingiz mumkin. Shundaqmi deyman. Shu kelgusidagi Sharqiy Turkiston masalan vatan bizdan chet eldagi ayollar shunchalik bilimli, iqtidorli, mayli diniy jihatda bo'lsin, siyosiy jihatda bo'lsin deb o'ylaydi. O'ziga ishongan ayol kitob o'qish orqali barpo bo'ldi. O'ziga ishongan ayol diniga ishonish orqali barpo bo'ldi. Kitob o'qish va diniga chunqur 100% ishonish bir ayol kishini o'ziga ishongan ayol qilib yetishtirib chiqalaydi. O'ziga ishongan ayol bilim egasi bo'lmay turib, shu dinning mohiyatlarini bilmay turib yoki ma'lum sohaning nimalarini bilmay turib fikr qatnashtirmaydigan ayol bo'ldi. Undan keyin o'ziga ishongan ayol diniga to'g'ri ishongan ayol bo'ldi. To'g'ri ishongan, diniga to'g'ri ishongan, kitob o'qigan ayolga dinni suiiste'mol qilgan xurafiy va diniy qalaymaqonchiliklar undaq yer hozirlamagan bo'ldi bundaq aytganda. Uni o'ziga ishongan ayol hech bir shuhrat qo'g'lashmagan, mag'rurlanmagan, izchil o'zining ishini qilib ketavergan bir ayol bo'ldi. O'ziga ishongan ayol yana insoniyatning kimligiga emas, kishiligiga ishongan ayol bo'ldi. O'ziga ishongan ayol avval inson bo'lishni birinchi o'rin qo'ygan bo'ldi. Insonlikni birinchi o'rin qo'ygan bo'ldi. Uningki nima armaydi, jins armaydi, millat armaydi, irq armaydi, davlat armaydi. Butun insonlarga bag'rini ochgan, kuchlik muomala qilgan, mehr muhabbat bergan, asl islomning to'rigini mana yashnatgan bir ayol bo'ldi. Undan keyin o'ziga ishongan ayol qorong'u o'rmonliklarga ketalaydigan bir ayol bo'ldi. Chunki u ziminda, ustimizda Allohning hamma nimani ko'rib turganligini cho'nqur tunib yetgan ayol bo'ldi. Bizdagi diniy jihatdagi eng biz amalga oshirolmayotgan narsa nima desangiz, bizdagi shu ustimizda Allohning hamma nimani ko'rib turganligini og'zimizda desakmi, lekin amaliyatimizda buni amallashtira olmaganligimiz uchun ayollar bir yerga berish to'g'ri kelib qolsa, nurg'unlagan fatvalarning ujratlarini saqlamagan ayollar bo'ldi. Ayollardagi shu o'ziga ishonish, diniga ishonish, shu hammasi to'xtamay izlanishdan, to'xtamay o'rganishdan, to'xtamay kitob o'qishdan keldi. Endi o'ziga ishongan bir ayolning ilg'or fikrlari, ilg'or dunyo qarashlari shu oilaga ta'sir ko'rsatdi. U oila o'z mahallasiga ta'sir ko'rsatdi. Mahallalar birlashishi, mahallalar bilan mahallalarning birlashishi bir millatning safosiga ta'sir ko'rsatdi. Natijada o'ziga ishongan ayolning fikrlari askariy kuchdimi, zo'ravonlarning tanklaridan kuchli bo'lgan bo'ldi. Chunki u bir millatga ta'sir ko'rsatdi. Bolalarga ta'sir ko'rsatdi. Butun jamiyatga ideyaviy jihatdagi qalayimqonchiliklarni tugatishga, o'rinsiz munozaralarni tugatishga yetaklaydigan bo'ldi. Shu an Napoleon Bonaparte nima degan desa, ikki narsa dunyo hukmronlik qildi. Biri qilich, biri fikr va tushunchalar degan.
fikir ve düşünceleri ilgari güçlü, akıllı Uygur ayolları, quruq gaplar, quruq munozaralar, WhatsApplar bilan gaplaşmaydigan, butunlay o'zini mukammallaştıradigan, to'xtamay o'rganadigan Uygur ayollarının buluşumu hozirgi davrimizda bek zarur deb qarayman. Yani Napolyon Bonaparte shundoq degan, eng oxirida qilich tushunchalarga taslim bo'ldi deb. İlgar fikir, ilgar tushunchalar, ilgar harakatga yetakchilik qilganligi uchun ayollarning ilgar tushunchalik bo'lishi yanıl kitap o'qishdan keldi. Ahırda bütün muhaciratdaki Uygur ayollarımızga, Uygur qarindoshlarımızga, yoshlarımızga bir yurak so'zlarınız bo'lsa, so'zlagan bo'lsangiz. Men shu qurda azroq bir tuzish berishni unutib qolibman. 5 fevral arxivlar nomli birinchi kitobninki ichida bir chikiyada kichikgina bir tuzish qilishdik. Ya birisi shu 5 fevral inqilobi masaladagi partizan qahramon shahid Tursun Salayninki tug'ilgan yil oy kunida kichikgina bir xatolik bo'lib qolibdi. Yani asli Tursun Salay 1968 yıl tug'ilgan. Bu 78 yıl bo'lib qolganmi, shundoq bir xatolik bor. İkincisi 1945 yılı Ahmetcan Qasimiy qatorli kuch viloyat rahbarlari aeroplan voqeasiga uchragan yil nomida 44 yıl bo'lib qolgan, shundoq bir xatolik bo'lib qolibdi. Buning uchun men o'qirmanlardan bu so'rayman. Bundan keyingi chiqadigan nashrlarda buni tuzishga kirishimiz. Xudoyim bilsa, bu ikkinchi kitob 5 fevral inqilobininki 24 yillik munosabati bilan nashrdan chiqdi. Uygur ayollarga aytilgan yurakli so'zim yanılam shu, men bir yozuvchi modellamayman, o'zimni haqiqiy yozuvchi shoirlar vatanda haqiqiy qalam egalari o'zining o'ylaganlarini tafakkurlari bilan yugurib, ruhları bilan yugurib yozadigan Xolida Isroil qatorliq yozuvchilarimiz vatandagi ahvol ostida o'zimni yozuvchi deyishga bir xil bir qalam tavratguvchi bo'lsam-da, Uyg'ur ayollarga deydiganim ishki hissiyotlari bak muhim ayollarning shu ishki his tuyg'ulari shu davrda nimalarni yashadi, vatan bilan bo'lgan aloqalar uzilib qolgan vaqtda ruhiy dunyosi qanday bo'ldi, hozirgi 21 asrda turib yetib xuddi toshqurollar davridagidek dunyodan taqoq, telefonlardan taqoq, uchirib aloqadan taqoq shunday holatda turish qanday bir ishki dunyoni hosil qildi ekan, qanday bir ruhiy ahvolni shakllantirdi ekan, shu ishki dunyosini yezish, qurloq to'kish bek zarur deb o'ylayman. Chunki bularning hammasi bizning tariximizni shakllantirdi. Biz og'zimiz so'zlab ketgan nima emas, millat emas, o'ylaganlarimizni, ishki dunyolarimizni varaqlarga to'kib, kitoblarni nashr qilgan ayollardan bo'lishimiz kerak. Chunki ayollarning ishki dunyosi shunchalik bir qimmatli, shunchalik cho'nqur bir dengizki, bu ishki dunyoda ifodalangan narsalar boshda tavranganda oddiy bo'lgan bilan mukammallashgan sari nihoyat qimmatli bir kelajak sunilgan bir boylik bo'lib qoldi. Shuning uchun shu davrda topgan azob oqibatlarimizning hammasini ko'z yoshlarimiz bilan iqtib etmaylik. Og'izlarimiz bilan WhatsApp to'plarida, mat to'plarda so'zlab havolarga uchirib etmaylik. Shamol tushgan g'azonlardan uyoq-buyoqlarga tezib ketmasin. Ishki dunyodagi hech bir millat tatmagan Uyg'ur kunini bizning tatayotganligimiz, hech bir adolatning bizning ishimizni taqchik bo'lmaganligi, qirg'inchilik, etni qirg'inchilik bo'lasimi, bizning yanimishlarni ko'tarib mengayotganligimizning hammasini ishki o'ylaganlarni qalamlarga yozishini bek tavsiya qilaman. Bu bek qimmatli. Yahudlarni qutqizib qolgani, shu Yahudlarni so'lgan kamplardagi ayollarning yezib chiqqan kunlik xotiralarining keyingi kunda shu yer ostidagi kamplarni mashinalar bilan qazg'an vaqtida chiqqan shularninki daftarlari kunlik xotiralaridan dunyo ularning beshig'i nimkunlarning kelganligini bilgan. Shunga o'xshash bir tariximizni yozishimiz kerak. Unumsizmi bizning tarixda kam qolgan yillarimiz, davrlarimiz intayin ko'p vatanlarda yozilmagan, chet eldagi bir advantajimiz bizning eng muhim bir halqılık bir ahamiyetli bir işimiz biz yoza olaymiz. İşki dünyalarımızı
qalamdan to'galaymiz. Mush ishni qilishni bek tavsiya qilaman. 2016 yılı ceza lagerleri kurulgandan keyin, vatan bilan bo'lgan aloqamiz uzilib qolgandan keyin, dünyada nurg'un lider Uyg'ur ayollari maydonga keldi. Har qaysi davlatlarda, har qaysi sohalarda lider Uyg'ur qizlari maydonga keldi. Bu haqda men bir ikki qismliq maqola yozdim. Bu lider Uyg'ur ayollarining o'ynagan roli haqida, masalan, bir ovoz bir qadam, onundan boshqa dunyoning ham yerlarda o'rlashtirilgan faoliyatlarda ayollar intayin jangovar rol o'ynaydi. Bularning hammasi yana yezilish kerak. Men yezilish keraklam deyman. Onundaki namoyishlardagi jangovarlik, namoyishlar cho'qim chiqilishi kerak va buningdagi kelajak qizlarimiz, masalan, bolalarimiz bizning harakatlarimizdan ulgu olib, bu davoni o'zining bir onalardan qolgan bir miras. Ona miras o'rnida, oilaning bir miras o'rnida davomlashtirib ma'nolaydi. Masalan, G'uljida Meshrab ota miras bizga tariximizdan qolib qolgan, o'llardan tatib qolgan miras. G'uljida Uyg'ur yoshlari qanday qutulish kerak zahardan va AIDS kasaldan degan masalada ikki narsaga tayinib özüm tutulduğum birisi Atamiras Meşrep'tin, ikincisi İslam dinine qaytıştın. Demek ular dünyada başka devletlerin yardımına erişmezsin mi? Uygurlar özünün nərslərə tayinib, öz orunda dəstur alaydıqanlıqdan ibarət müşündaq bir haqiqatni, müşündaq bir abidini işləb bəgən. Biz də yazıdığan fikir təfəkkürlərimizni gücləndirib qələmlər tökələydiğan bunu namoyishlarimizni jug'urib, buni qizlarimizga miras qilib qoldiralaydigan, shunday bir ruhni yetildirgan ayollar shakllangan vaqtida dunyo bizni e'tirof qiladigan bir dunyo bo'ldi. Qachonki Uyg'urlar o'y fikrlarini, tafakkurlarini qalamlarga to'kib, kitoblarni qilib, yozib, tarixlarga qoldirib, boshqalar bilan o'rtoqlashib, boshqalarning ilg'or fikrlarini qabul qilib, bunu hareketlerine tədbiqlayan vaxtıda ondan keyin dünya o'rnidan dasturgan bo'ldi. Hozir bizningki vaziyatimiz qaraydigan bo'lsak, bizning texi jazo lagerlari qurilgandan keyinmi bu sapga kirmayotgan. Texi bu da'voning ichiga kirmayotgan, shunchalik ig'ir zulm turibmi, da'vo sapga kirmayotgan nurg'un ziyolilarimiz bor, nurg'un olimlarimiz bor, nurg'un ziyoli xonimlarimiz bor. Bularda texi o'ziga ishongan ayol bo'lish nimasi yetilmadi degan gap. Shu nuqtadan qaragan taroziga solgan vaqtida agar bundaq bir 100% qo'zg'alish bo'lmagan ekan, bu millatningki tafakkuri, fikri nimalarida masala bor degan gap. Bu jonlanmagan fikr iqimlari, tovlanmagan degan hammasi o'rnidan dasturib ketish kerak bo'lgan davrda dasturamaganlikning masalasi fikrning, ideyaning köz qarashning acizligidan bo'ldi. Bunday vaziyatda biz qanday dunyolardan, qanday musulmon olimidan, qanday turk olimidan, qanday bizning qo'shnilarimizdan, urug'qonlarimizdan bizga ega chiqmadan deb ranjalaymiz. Yani avval bu ilg'or fikrni, ilg'or nimani, jaholatga qarshi turilgan, adolat oldida sukut qilmaydigan, haq-nohaq masalasi sukut qilmaydigan bunday ruhni Uyg'ur ayollari o'rnida dasturib yetildirish kerak. Agar Uyg'ur ayollari shunday ilg'or kuchli fikr bo'lgan vaqtida Uyg'ur ayollarining yuqorida men deb o'tib ketdim, bu oilaga ta'sir qildi fikrlari, eriga birinchi ta'sir qildi, qizga ta'sir qildi, o'g'liga ta'sir qildi. Ayolning kuchi bir davlatning kuchi bilan barobar. Ayolning kuchi dunyoning kuchi bilan barobar. Dunyoga qarab ekan, haq, adolat cho'qqanlarini saqlangan ichida ayollarning ovozi intayin kuchli. Dunyoning ayollarning ovoziga inkas qaytarishi intayin kuchli. Shuning uchun men bu sohaga kirmayotgan, Uyg'ur davosiga tadqiqlanmayotgan, garchi bilim qurilmasi jihatda doktorlik va boshqa unvonlarni olgan bo'lsin, lekin bu unvonlarni update bir hassamanda kuchlantiramagan, nahaq masalasiki taroziga solinmagan ayollarga xitobim shu. Sizlar o'rninglardan dasturmay, sizlar fikrlaringlarni texmo mukammallashtirmay, sizlar bu davoni qizlaringlarga, o'g'illaringlarga miras qilib qoldiradigan bir ideyani shakllantirmay,
şekillendirmegen müddet içinde dünya biz için sahip çıkmaydı. Bizning u yerga yetmey turib, biz musulmon dünyasıdan, Türk dünyasıdan ve başkalardan renciydigan hech qanday haqqimiz yo'q deb o'ylayman. Yürek sözlerinizin qilganlaringizga özünüzge taalluq bolgan barliq göz qarash talepleriniz, yani Uygur ayollarımızda muhaciratdaki bolgan taleplerinizni biz bilen hemmimizle ortaklaşkanlığınız üçün köp rahmet. Sizden bundan keyinki hayatınızga, turmuşunuzga, bulupmu yiziqçılıktaki barliqmış planlarınızga utuq dileymen. Qalımınız texmo ötkör güçlük bolsun. Özünüzge sağlık bulan. Köpten köp rahmet. Ben sizge şundaq tileklerni tileymen. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet. Dedim satar mısın? O dedi yapayım.